Yozg'uchi Tarxat Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozun Alilri o'zining orzuliq qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshenzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Bayanchur Teginning qo'shini qo'g'lab zarba berishni davomlashtirdi. Lekin ko'kturklarning qaytishi bargan seri tezlashib, ularni qo'g'lab yetish tas bo'lib qoldi. Bu cheksiz cho'llar, hisobsiz edirlar, cho'ng kichik tog'lar orasida ularning zodi naga ketganligini, qaysi tarafga mong'illigini belgili bo'lmaydi. Ular jang bo'lib 5-kuniga kelganda ba'ayni cho'ldagi ezitqulardek jimjitli g'oyib bo'ldi. Bayanchur Tegin qilichini zarda bilan qinig'i silib, alamlik ohangda xitob qildi. Hey Izzat, oxiri tutolmadik-da. Endi nega borimiz? Amal yo'q. Endi qaytimiz o'tokanga. Lekin oldi bilan 5 baliqda bir necha kun dam olaylik. Qo'shin 5 baliqning o'ziga kirmadi. Balki ko'chman xalqlarning an'anaviy odati bo'yicha shahar sepilining sirtiga chedir tikib o'rinlashdi. Shahar ichiga faqat oshliq va boshqa lozimatliklarni setib olish uchunla kirib chiqib turishdi. Shu tariqada 3 kun o'tdi. Jangchilar otlarni o'pdan o'tlatib, yuyib tarab o'sirma hordiq chiqarib, qaytish safariga otlanishga tayyor bo'lishdi. Bayanchur Tegin qo'l ostidagi 1500larni yig'ib bosh qo'shdi. At saharda yo'lga chiqaylik. Bugun barliq tayyorliklarni bitirib taq bo'linglar. Bosh ustiga. Shu asnoda bir chorlug'uchi itini choptirib keldida, qo'li bilan sharqqa janub tarafni ko'rsatib ma'lumot berdi. Bayanchur Teginga ma'lum bo'lsinki, ov tarafdan bir bo'lik ko'kturuklar kelyapti. Ko'kturuklar? Qanchalik odam? Qanday kelyapti? Odam soni 2-3 mingga yetadi. Ba'zilari otliq, ba'zilari harbilarda. Ayollar, bolalarmi, qari cho'rlarmi bor? Urush qiluvchi qo'shinga o'xshamaydi. Bayanchur Tegin 1500lardan birini chaqirib, kelayotgan ko'kturuklarning oldiga chiqishga buyurdi. Ayol bo'lmay, shu ko'kturuklar Uyg'ur qo'shinining turalg'usiga yetib keldi. Degandek bularni urush qilg'uchi qo'shin degili bo'lmaydi. Ularning ichida yosh, bejirim jangchilarmi, amaldor sifat oqsoqollarmi, ularning oila tavobatlarimi bor edi. Ularning turqidan hech qanday jangovarlik alomati ko'rinmaydi. Odamlarning harakati sus, chiroylari so'lg'un, ot uloqlari o'riqlab holi qolmagan. Hatto horvillarimi ko'nirab abjig'i chiqishga boshlagan edi. Ularning ichidagi bir mo'ysipit oppoq soqolini titratib va hosi tayoqiga tayinib horvidan tushdida Bayanchur Teginning oldiga kelib tizlandi. Sizlarga al bo'laylik deb qaytib keldik. Gunohimizdan o'tib, bizni qabul qilgaysizlar. Yurt makonlarimizdan ayrilib, sargardon bo'lishni xohlamaymiz. Kendi qinimiz to'kilgan yerlarni sig'indik. Bayanchur Tegin mo'ysipitni yo'lab turg'izdi va iltifot ko'rsatib o'z chetirig'i taklif qildi.
tegin chedirg'i kirib ketayotgach qo'l ostidagilarga buyruq qildi. Mehmonlarni obdan kutinglar, qo'rsqini to'yg'izinglar. Qo'y qo'taslar bo'g'izlandi. Tash o'choqlarga o't yiqilib, tash qozonlar esildi. Ko'kturiklarmi ot harvillaridan tushib, o'zlarining chidir va kigiz uylarini tikishga boshladi. Botasun buqa ko'kturiklarning orasiga kirib, uningdan so'rashtirg'ili turdi. Inachiktoyni to'limsizlar. Oranglarda Inachiktoy ismli odam bormi? Bor. Ana, oviyada. Botasun buqa u ko'rsatgan tarafga mangdi. Yan yog'ochlari so'nib ketgan bir ko'na horvining yeniga chetlari titilib, kirilishib ketgan tanglamat selingan bo'lib, Inachiktoy shu tanglamat ustida beshini sangalatib o'ltirdi. Uning ayoli horvidan bo'pi tugullarini tushirib atdi. Ularning qizi Odar qiz texa horvidan tushmagan edi. Botasun buqa necha vaqtlardan beri bu qadinas buradirni ko'rishga shuncha taqassa bo'lgan edi. Endi uni o'z oldida ko'rganda, uning bilan qandoq ko'rishishni, nima deyishini bilolmay, bir asnogacha uningga qarab turib qoldi. Shu arada Inachiktoy beshini ko'tarib uni ko'rdi. Umu o'xshashli zubon surmasdan g'amgin ko'zlari bilan Botasun buqiga tikilib qaradi. Qut bo'lsin Inachiktoy. Sizlarga qut bo'lsin qarindoshlar. Inachiktoyning ayoli xuddi ovchining qo'liga tushgan kiyikdek qo'rqib ketgan qiyofatda o'z oilasining ko'ni do'stiga qarab gap qilmoqchi bo'ldi-yu, hech nima deyolmay kulimsirashga tirishib, yipak ro'mol chigilgan beshini ishtik lang'ishtirib qo'ydi. Odar qiz bo'lsa aksicha shotlanib, "Ha, Botasun tog'a." "Pah, mening qizim cho'ng bo'lib ketibdi-ku." Inachiktoy qo'lashmagan harakatlari bilan o'rnidan tasda qo'pdi. "Qut bo'lsin Botasun buqa." Ikkalan quchoqlashib ko'rishdi. Ondan tanglamatda o'ltirishdi. Har nima bo'lsa, omon eson turibsizlar. Sog' salomat ko'rishdik. Shundoq. Uy ichim tinchlikmi? Qutatmish yaxshi turdimi? Ular o'z ara hol ahvol so'rashib bo'lgandan keyin yana jimib qoldi. Sizlar oxir yandinglar. Sizlar deganing nimasi? Biz hammamiz tog' va yayloqlarda birga yashab o'tgan xalqku. Hukmdorlar almashdi shu. Bu gapni qo'yib, o'zinglar to'g'riliq so'zlab bersanchi, qandoq bo'lib bu yoqqa qaytib keldinglar? Boshqalar qayoqqa ketdi? Ma'qul, so'zlab beray. Bo'lmish qolgan o'lgandan keyin cho'nglarimizning ichida fikr ixtilofi tug'ildi. Ba'zilar urushni to'xtatib, Uyg'ur xalqiga al bo'lishni loyiq topdi. Yana ba'zilar tobg'achlarga al bo'lishni, keyin qayta kuch to'plab Uyg'urlarga hujum qilishni planladi. Oqsoqollar talash tortish qilib, oxir tobg'achlarga al bo'lish qaroriga kelishdi. Men baq qiynaldim. Tug'ilib o'sgan yerlardan zodi ketkim kelmadi. Shuning bilan menga o'xshash ko'z qarashdikilar birlashib, mana qaytib keldik. Yaxshi qilibsizlar. Yana o'zimizning O'rxon bo'ylaridagi yayloqlarimizga qaytib berib, birga yashaymiz. Bu chaqda Odar qiz yugurib kelib, tanglamatda tizinib o'ltirdi. "Botasun tog'a, Qutatmish okum nerda? U siz bilan bu yerga kelmadimi?" Yo'q, u bu yerga kelmadi qizim. Uni ko'rgingiz keldimi, oppoq qizim, ha? Bak ko'rgim kelib ketdi. Inachiktoyning ayolimi endi bo'pi tugullarini qo'yib, ularga yaqin keldi. Uning bayiqi hudi qushlari besilgan edi. Odar qiz doim Qutatmishning gapini qiladi. U doim Qutatmish akamlar nima uchun bu yoqqa kelmaydi? Biz qachon Qutatmish akamlarning yeniga ketimiz deb yuridi. Mana endi Qutatmish akangizning yeniga borimiz qizim. Sizlar yana bo'ronqidek billa o'ynaydigan bo'lasizlar. Odar qiz xushal bo'lib chavakchilib ketdi. Ondan u onasi bilan birlikda yana horvidagi ushaq tushaklarni yig'ishtirg'ili mangdi.
Qara, ularning xushal bo'lib ketganini. Shundaq. Ey, biz qudi bo'lishqa kelishgan. Unutmagansan? Albatta unutmadim. Әтсі сәһәрдә Баянчур тегеннің qo'shuni bilan әл bo'lgan көктүрүкләр birlikda safarga chiqdi. Hayvatlik o'tüken tog'lari, tiniq o'rxun, tog'lar, Selinga daryolari, shuncha go'zal, suyimlik yayloqlar kang quchoq echib, ularni kutmoqda edi. 6-bob Al-Atmish belga qolgan. Aq soqolliq ko'l belga qolgan betap bo'lib yetib qilib, qishicha o'ngsilolmadi. Atyoz kirishi bilan uning kesili texmi ig'irlashib ketdi. Баянчур tegin, Inanchu Tunbaga tarqan va boshqa yuqori darajalik amaldorlar har tarafdan izlab yurib, Uyg'ur, Tabg'ach, So'g'di teyiblarini tepib kelishdi. Baxshi perug'onlarni chaqirib jinlarni qo'g'lash, muqaddas ruhlardan shifoliq tilash udumlarini bajo keltirishdi. Ammo qog'onning ahvoli kundan kunga o'sallashib ketaverdi. Qar muzlar erib, havo ilitib qolgan kunlarning birida u o'zining xos mahrimini yeniga chaqirdi. Tez berib, bog'a tarqonga xabar qil. 9 buyruqning hammasi kelsin. Баянчурmi kelsin. Баянчур tegin kechicha otasining yenida o'ltirgan bo'lib, tong otganda o'z chedirg'i chiqib uxlab qolgan edi. Mahram uni uyg'otib, qog'in amrini anglatgandan keyin u darhol o'rnidan turdi-da, uyquliq ko'zlarini uvulab, qog'in chedirg'i kirdi. Ko'l belga qog'in o'rxlab, qaqshal bo'lib qolgan qo'lini oram metirlatib, uningga yaqin kelishni ishorat qildi. Баянчур tegin gilamga asta dasab kelib, otsi yotgan kotning chetiga o'ltirdi. Uninggacha Inanchu Tunbaga tarqan boshliq 9 buyruq qolgan chedirg'i kirib, gilam ustiga tizlanib o'ltirishdi. Ko'l belga qolgan Mahram va o'g'li Баянчурning yordami bilan asta qo'zg'alib, to'sqoq bilan ching to'ldirilgan yo'g'on maxmal tahiga yo'linib o'ltirdi. Gapimga quloq solinglar. Arvohlar meni chaqirib keldi. Tushimda ko'rdim. Sanoqli kunlarim qoldi. Tinim qo'ng'ir yerda chirib tugaydi. Ruhim arishga chiqib, ajdodlarimning pok ruhlari bilan ko'rishidi. Ruhim tinimdan ayrilgan shu kundan boshlab, o'g'lim Баянчур mening o'rnimda qolgan bo'lsin. Ay donishmand buyruqlarim, uni qadrlanglar, izzatlanglar. Uni oq kigizda ko'tirib, oltin taxtga o'ltirg'izinglar. Bosh ustiga hukmdorimiz ko'l belga qog'onning vasiyatini aynan ijro qilamiz. Ko'l belga qog'on o'z oldida sukut qilib o'ltirgan buyruqlarga bir qo'r qarab chiqib so'zini davomlashtirdi. Quloq solinglar. Sizlar men bilan uzoq yillardan buyon issiqdimi, sovuqdimi billa bo'ldinglar. Jang maydonlarida bahodir Samg'un, alni so'rash ishlarida donishmand maslahatchi bo'ldinglar. Баянчур qog'on bo'lgandan keyin sizlar davomli buyruq bo'lasizlar. Inanchu Tunbaga tarqan, yana burunqidaklar ulug' buyruq bo'lsin. Uni qadrlanglar, izzatlanglar. Sizlar ittifoq bo'lsanglar, xonliqimiz ro'noq topadi. Aytganingizdek qilamiz, buyuk hukmronimiz. O yurtdoshdak ittifoq bo'lib, Баянчур teginni qo'g'daymiz. Inanchu Tunbaga tarqanni izzatlaymiz. Ko'l belga qog'on mening deydiganlarim tugidi deganda qilib, yana kot ustiga ostan so'zilib yotdi. Bo'ldi. Endi qaytinglar. Dedi u texmi bakrak zaiflashgan ovozda. Go'yo xo'shishish ishorasi qilgandek bir qo'lini belinar belinmas medirlatib qo'ydi.
buyruqlar egilginicha chiqib ketdi. Bu milodiya 747-yili bo'lgan ish edi. Kang yayloqlar amdili yeshil rangga kirishga boshlagan illiq ko'klam kunlarining birida tarixda mashhur Urxun Uyg'ur xalqining tunji hukmdori Ko'lbilga qolgan mangulikka ko'z yumib, asrlar muqaddam arishga chiqib ketgan ajdodlariga qo'shildi. Qolganning turalg'usi motam qayg'usiga to'ldi. Ko'lbilga qolganning oila tavobatlari, urug' tuqqanlari, o'rdidagi amaldor, mahramlar yaqinlarini yirtib yig'lashdi. Ot, kala, qo'ylar bo'g'izlanib nazr qilindi va qog'onning jasadi yotqizilgan oq kigiz uyning atrofiga tizib qo'yildi. Shaman va baxshilar gulxanlar atrofida peri o'ynab, dop-dumboqlarni daranglatib, jin olvoslarni qo'g'lashdi va pok ruhlarni chaqirishdi. Shu tariqada 7 kun o'tganda bu dunyo bilan mangulikka xo'shlashgan Ko'lbilga qog'onni oq kigiz bilan ko'tarib, yo'g'on yog'och sanduqqa yotqizishdi. 9 buyruq meyit sanduqini mo'rilarga elib ko'tarishdi. Kang tuznanlikda xeyli egiz ko'tarilib turgan bir do'ng bo'lib, yiroqtilla ko'zga tashlanib turadi. Do'ngning cho'qqisiga go'r qo'langan edi. Shamanning yo'l boshlashi bilan 9 buyruq meyit sanduqini shu cho'qqiga elib chiqishdi. Meyitni o'satquchilar kiyim-kechaklarini yirtib, chashlarini yulib, dod faryod selib, ularning kaynidan to'plashib kelishdi. Hasadorlarning yig'isi, shaman va baxshilarning zikr so'qishi va dumboq sadolari ichida meyit sanduqi go'rga tushirilib, qo'lma-qo'l ko'mildi. Qabri turg'izildi. Qabri atrofiga odam shakliga keltirib yonib yasalgan bir necha tosh bolbol tik qilib o'rnatildi. 7 kun hozi tutilgandan keyin marhum qog'onning o'tgan bag'ridagi qarorgohida har qaysi qabilalarning to'rilari jam bo'ldi. Shaman baxshilar taklif qilindi. Gulxonlar yiqildi. 9 buyruq bayonchur teginni oq kigizda ko'tarib, gulxon atrofidan 9 qitim aylantirdi. Ondan uni egiz tiklangan bo'ri bayrog'ining yenidagi oltin taxtga o'ltirg'izdi. Bayonchurning xonishi taxtning o'ng yeniga kelib turdi. 3 o'g'li so'l tarafdan o'rin oldi. Buyuk bayonchur qog'on qut bo'lsin, dedi inanchu tunbag'a tarqan taxt oldida tiz bukib. Qut bo'lsin! Bayonchur uchisiga qog'onlarga xos qizil tovar to'n kiygan edi. Beshig'i chegilgan qizil tovar yog'lig'ining tegidan uning uzun qo'ng'ir chochlari yelkanlariga chejilib turadi. Qog'onliq nom atqingizni nima deb ataymiz, buyuk qog'onim? deb so'radi bag'a tarqan. Bayonchur oltin taxtda qaddini ruslab o'ltirib, o'z oldida itoat bildirib turishgan 9 buyruqqa bir qo'ri ko'z yugurtib chiqdi. Uning turqidan oliy hukmdorlarga xos ulug'vorlik, hayot mamotlik urushlarda chiniqqan azimatlarga xos qaysarlik alomatlari nihoyatda ro'shan ifodalanib turadi. Bundan keyin mening hukmdorlik nom atqim Al 60 belgi qog'on deb atalsin. Balalarimning onasi Al belgi qatun deb atalsin. Al 60 belgi qog'on qut bo'lsin! Al belgi qatun qut bo'lsin! Al 60 belgi qog'on oltin taxtda o'tirganicha g'olibona qiyofatda bir qo'lini yuqori ko'tardi. Ko'pchilik jim bo'lib uningga ko'z tikdi. Qog'on yana shundoq alohida tantanalik ovoz bilan xitob qildi. Ko'k tangri bizni aziz qildi. Ko'k bo'ra bizni g'oliblar yo'liga boshladi. Quyoshdek nurliq o'may onimiz bizni balo qazodan yiroq qildi. Shuning uchun Uyg'ur bodoni menga yo'qolmaydi.
Mengi budun bulup yaşaydı. Töpümüzde kök tangri, astımızda qo'ng'ir yer bizni qo'llaydi. Keng dalaga kigizlar silinib dasturxon tortildi. Qag'an, qatun va tegillar so'ringa kelib o'ltirishdi. Ondan boshqalarmi dasturxonni cho'ridab o'rin elishdi. Ko'pchilik birlikda ochiq dalalarda qopqonga tushgan jarallar, egiz tog' o'rmonlardan ovlab kelingan bo'g'i marallarning go'shtlarini, daryo ko'llardan tutib kelingan g'oz o'rdaklarning kavoblarini yeb, chong'an, lo'yanglardan keltirilgan esil sharoblarni ichishdi. Shirkayib bo'lgan jangchilar sho'x, jo'shqin naqshalarni aytishdi. Nurluq ko'zlarida suygu o'ti yenib turgan yigit qizlar bir-birini tartishib, usulga tushib ketdi. Yangi qog'onning taxtga o'ltirish murosimi mislsiz shad-xuramliq bayram tusini oldi. O'tgan tog'larga ancha yiroq bo'lmagan yerdagi Taz daryosining yuqori eqinida, xuddi ko'kturik davridagiga o'xshashda buyuk qog'onning yo'g'on-yo'g'on 3 chediri tikilgan edi. Har qaysi buyruqlarning chedirlari va bir qism qora bo'dillarning kigiz uylarimi u yer bu yerdan birdan ishkidan ko'rinib turadi. Odum bo'yicha barliq chedir va kigiz uylarining ishiklari kun chiqish tarafga qaratilgan bo'lib, ishik peshiga burkut qanotlarining cho'ng paylari qadab qo'yilgan edi. Atrofdagi qo'yuq o'sgan o't cho'plar bilan qoplangan tizlang va edirlarda ot va kalalar o'tlab yuradi. Ba'zan erkaklar otlarini minib uyan-buyan o'tib turadi. Ayollar bo'lsa tosh o'choqlarga esilgan qozon va ko'rilarda g'izo tayyorlamoqda. Kichik bolalar mo'zaylarning quyruqlariga esilib, ishlar bilan qo'g'lishib o'ynashmoqda edi. Bayanchur al-60 belga qolgan ikki mahramning hamrohligida so'l tarafdagi chedirdan chiqib, o'ttirdagi eng cho'ng chedirga kirdi va ishga udul qo'yilgan oltin taxtga o'ltirdi. 3 o'g'limning hammasi kirsin. Xo'p, buyuk qog'onim. Ulug' buyruq, inonchi to'nbaga tarqanmi kirsin. Xo'p, buyuk qog'onim. Har ikki mahram chiqib ketdi. Ayol bo'lmay chaqirilganlar qog'on chediriga kirib, taxt oldida tiz cho'kdi. O'ltiringlar. 3 xonzoda va ulug' buyruq qator tizilib o'ltirishdi. Hammanglarga ma'lum. Bizning bu yangidan qurilgan xalqimizga qartilgan og'durmichiliklar va parakandichiliklar texicha besiqmayotidi. Burun bizning ordimizda xizmat qilgan toy belga tutuq, taxt olishib isyon ko'tirdi. Yana bir qator urug' va qabilalar uningga qo'shildi. Bizga hammadan bakrak dushmanlik qilayotganlar, kun chiqishga qitallar. Qag'an ota, menga ijozat bering. Men qo'shin tortib, o qitan deganlarni yer bilan yakson qilib o'taman. Cho'ng xonzoda qutlug' yopg'u bu gaplarni deganda chiroyi shunda qahr g'azablik tus oldiki, xuddi hozirlik qilichini yalang'ochlab chiqib ketadigandak bilinib ketdi. Al-60 belga qog'onning bu cho'ng o'g'li odatda kamsiz, ig'ir besiq bo'lsa-mu, jang ishlarida hech nimadan qo'rqmaydigan qoplandek yigit edi. Shunimi aytish kerakki, bo'y basta ancha qomatli bo'lmagan bu xonzoda pat-patla may sharobni ortiqcha ichib olib majra chiqardi. Bir bo'lsa, o'z peshimchilik bilan qo'shin tortib, yot qabila yoki urug'larga hujum qilib, ularning ot uloqlarini haydab keladi. Yana bir bo'lsa, to'sin otga yuygansiz minib yoki quturgan qo'tos va bo'qilar bilan elishib, yuz ko'zini yori qilib, necha kungacha oqsoqlab yuradi. Bayanchur qog'on ba'zida o'zining bu tunji o'g'liga qarab suyunib ketadi. O'g'il bola degan mo'shundoq bo'lishi kerak. Deydi u yaqinlariga. Lekin ba'zida beshini alam bilan chayqab hasratlanadi. Bu kasobat beshimga bola depadi. Yot urug' chat qabilalarning oqsoqollari norozilik bildirib, ko'nglimni parakanda qilyotdi. Cho'ng xonzoda qutlug' yopg'u qitallarga qo'shin tortish talabini o'tirg'a qo'yganda, oltin taxtda chaso qurib o'ltirgan qog'on uningga sinchilab bir qarab oldi.
Bu qarashdan Qog'onning u yana sharob ichib oldimi qandoq degan gumonini sezgili bo'ladi. Yo'q, bugun Qutlug' yopg'u sharob ichmagan edi. Qog'on uning ichmaganligiga ishongandan keyin rozimanlik bilan beshini irg'itib qo'ydi. Yaraysan o'g'lim. Sen qitollarning daksini beralaysan. Buningga ishinaman. Ikkinchi xonzoda degan Qutlug' belga tarqan so'z qildi. Hozir kun chiqishdan qitollar, kun petishdan osiy qarliqlar qistab kelyotdi. Akam qitollarga yurish qilsa, men qarliqlarga qarshi chiqay. Yaraysan o'g'lim. Degan Qutlug' belga tarqan o'zining yeziqchilik ishlariga herismanligi bilan qarindoshlari ichidimi va umuman o'rda ichidimi alohida farqlanib turadi. Qog'onning turli yozma buyruq va yorliqlarini, yiroq joylarga, chet ellarga avatadigan maktuplarini dal mushu ikkinchi xonzoda yozadi. Shuning uchun Al-Atmish belga Qog'on uning nomi sharbiga belga degan atoqni qo'shib aytishga amr qilgan edi. Bu xonzoda bir qarmoqqa yavash, muloyim, kamtar ko'rinadi. Odatdagi talash tortishlarda bak qizib ketmay, cho'nglarga yo'l qo'yadi. Nurg'un ishlarda boshqalarning ko'z qarashlarini va nasihatlarini anglashni yaxshi ko'radi. Halbuki uning ichki dunyosini otisi Boyanchurdan boshqa hech kim degudek toza tushunib ketmaydi. U odatda kishilarning ko'ngliga ozor bermaydigan, murassachilikka moyil, yumshoq tabiatli tarqon bo'lgani bilan o'zining bir yurish tavranmas ko'z qarashlari bor edi. U biror ishdan to'g'ri yo'lni va o'zining mustaqil ko'z qarashini tiklab olguncha masalaning bosh oxirini to'liq tushunib olish uchun boshqalarning turli fikrlarini sabrchanlik bilan anglaydi, maslahatlashadi. Ammo o'zi to'g'ri deb to'nigan yo'lni tanlab olgandan keyin o'zining ko'z qarashlarini egilmas iroda bilan qo'g'daydi va uni o'z irodasidan hech qanday odam qaytara olmaydi. U xalqqa munosabatlik cho'ng ishlarni tahlil qilganda shaiylarning o'tmishi, hoziri va kelgusini inchga va puxta o'ylashib tafakkur qiladi. O'rda donishmandlari qisman masalalar ustida uning bilan talashib baqsami, lekin Qutlug' belga tarqanning asos va dalillarini anglagandan keyin jimib qoladi-da, bosh qotirib o'ylab beqib, uningga qoyil bo'ladi. Al-Atmish belga Qog'on o'zining bu o'g'lidan zo'r umidlarni kutadi. Degan yaramliq hukmdor bo'ludi. Deydi u buyruqlarga. Buyruqlarmi degan Qutlug' belga tarqanni chin dilidan hurmat qiladi. Uning bilan suhbatlashishni to'limi yaxshi ko'radi. Shundoq bo'lganligi uchunmi bu ikkinchi xonzoda qarliqlarga qarshi chiqish talabini o'tirg'a qo'yganda Boyanchur Qog'on hech ishkilanmayla rozilik bildirdi. Ulug' buyruq inonchi Tunbaga tarqan so'z oldi. Hozir yana qirg'iz, chigil, tatar qabilalarimi isyon ko'tarib chiqdi. Sir tardishlarmi seliq to'lashdan bosh tortibotdi. Tabg'ashlar orasiga qechib ketgan ko'kturuklar chat yaqiyalarimizga davomli hujum qilib turyotdi. Ahvol bakli murakkab, masala ig'ir. Shunga alni tinchitish uchun kuchni birlikka keltirib, hammamiz otilib chiqishimiz kerak. Oldi bilan bosh isyonkor Toy belga tutuqni yo'qotishimiz kerak. To'g'ri! Hammamiz biroqli chiqayli. Hozir bir ishki sandg'on tarqanlardan chiqishi bilanla alni tuzab ketgili bo'lmaydi. Shundoq. Hozir ahvolimiz chatoq. Kun chiqishda qitollar bilan tatarlar. Kun petishda qarliqlar bilan chigillar. Shimolda qirg'izlar. Janubda ko'kturuklar niyatini buzib chiqishdi. Ular bizni ko'kturuklar va bosmullar bilan uzoq muddat urush qilib holsirdi. Endi ularni yiqitish oson deb o'ylayotdi. Lekin ular bizning kuchimizni xato mo'ljarladi. Biz ularga o'zimizni yana bir qitim tonutib qo'yaylik. Qog'on ota, farmon tushiring. Men hozirla otlanay. deb xitob qildi cho'ng xonzoda Qutlug' yopg'u. Qog'on ota, men tayyor. dedi ikkinchi xonzoda erigan Qutlug' belga tarqan.
Qolgan ata, nima bor? deb hammadan o'nligirak xitob qildi Kenji xonzoda olib ulug' tutuq yog'loqar maydasiga mushtlab. Biz hammamiz tayyor! Qag'an bir qo'lini ko'tarib ko'pchilikni jim bo'lishga undadi. So'zimni anglanglar. Yangi qurilgan xalqimiz ig'ir tahdid ostida turyapti. Shunga 9 buyruqlarim aytgandek, hammamiz birlikda isyanchilarga qarshi jazo yurish qilishimiz kerak. O'g'lim olib ulug' tutuq yog'loqar Kenji xonzoda bo'lish salohiyati bilan ota uyiga igidorchilik qilib, o'tgan tog'lar bilan O'rxun daryosi orliqidagi muqaddas joylarni boshqarib, mushiyalarda qoladi. Xalqimiz kuchli birlikka keltirib, oldi bilan Qitallar va Tatarlarni bostiramiz. Ondan bizga el bo'lishdan bosh tortgan boshqa qabilalarni navbat bilan tinchitamiz. Bosh ustiga qolgan ota! Bosh ustiga buyuk qog'onim! Qag'an chidirida o'tkazilgan kengashda ayni shunda qaror qabul qilingandan keyin Al-Atmish belgi Qag'an 9 o'g'iz xalqining zo'r qo'shiniga bevosita o'zi bosh qo'mondan bo'lib, 2 o'g'li va 9 buyruqning hamrohligida yurishga otlandi. Bo'kaguyuk degan yerga kelganda bosh isyonkor Toybilga tutuq qo'shini Qitan va Tatarlar bilan birlashib Qag'an qo'shiniga birinchi bo'lib hujum qildi. 2 kunlik jang natijasida 9 o'g'iz qo'shini zo'r g'alabaga erishdi. Qitan va Tatarlar qochdi, lekin isyonkor Uyg'ur qo'shini bir necha kun o'tganda Qag'an qo'shiniga qayta hujum qo'zg'adi. Uzunga so'zilgan qirg'inchilik jangida isyonchilar ajallik zarbaga uchradi. Bosh isyonkor Toybilga tutuq va uning yaqinlari o'ldirildi. Isyonga qatnashgan odatdagi fuqarolarga kamchilik qilindi va ular Al-Atmish belgi Qag'anning qo'shiniga qo'shib olindi. Oradan bir oy o'tib, Silingi daryosining g'arbiy shimolidagi bir joyda 9 o'g'iz qo'shini Qitallar va Tatarlarning birlashma qo'shini bilan yana to'qinishdi. Uyg'urlar ularni qo'g'lab Silingi daryosining bo'ylarigacha qistab keldi. Qitallar bilan Tatarlar ahvolning chatoq bo'layotganligiga ko'zi yetib, bir-biridan ayrildi hamda har qaysi o'z yo'llariga qarab chekindi. Axir Qitallar omon eson qutulib qochib ketdi. Tatarlarning taxminan yarmi Al-Atmish belgi Qag'anga al bo'ldi. Qolgan yarmi pitirab har joylarga tarqalib ketdi. Al-Atmish belgi Qag'an o'ziga al bo'lgan Uyg'ur va Tatar isyonchilariga mehribonlik ko'rsatdi va ularni yig'ib nutq so'zladi. Sizlar, ay mening puhrolarim, qora ko'ngil isyonchilarga agishib, o'lim va ofat yo'liga mangdinglar. Lekin adashqanlik ayib emas. Gunohini tonish savob. Kelinglar, menga qo'shilinglar. Biz yana burunqideklar inoq bo'lib xotirjam yashaylik. Vaholanki 750-yili kirishi bilan parakantichiliklar yana boshlandi. Shu yili atiyasa Al-Atmish belgi Qag'an Yensay daryosining yuqori yaqinida Chik qabilasini tarmar qildi. Shu yili kuzda u yana Tatarlarning qoldiqlarini bo'ysundirdi. Oradan yana bir yil o'tganda qirg'izlar Chiklar bilan birlashib 9 o'g'izlarga qarshi otlanib chiqdi. Dal shu chaqda Oltoy atroflaridagi qorliqlarmi Chik va qirg'izlarga yordam berish uchun jangga otlandi. Al-Atmish belgi Qag'an 1000 kishilik bir kichik qo'shinni avatib Chiklarni tinchitdi. Qag'anning yana bir tarmoq qo'shini qirg'izlarning hujumini chekintirdi. 9 o'g'izlarning asosli qo'shini Qag'anning bevosita qo'mondonligida Ertish daryosini kesib o'tib, qorliqlarni qattiq mag'lubiyatga uchratdi. Milodiya 753-yili qorliqlar bosminlar bilan birlashib yana bir qitim isyon ko'tardi. Uyg'ur qo'shini ularni yana bir qitim mag'lub qildi hamda Saur va Tarbag'ataydagi qorliq yayloqlarini birlikka keltirib, xalqning chegaralarini pachanaklarining yerlarigacha tutashtirdi. Mahmaldak yumran o't cho'plari qoplab ketgan tub-tuz yayloqda 2 chavandoz yonma-yon kelmoqda edi.
ular qandaqdir cho'nqur xiyolga berilib ketdimi yoki atrofdagi go'zal manzarani havas bilan tomosha qilyaptamdu, ishqilib ular uyoq bu yoqqa qarag'ach sukut ichida kelmoqda edi. Atlarımı xuddi ularga moslashmoqchi bo'lgandek yumron ko'katlarni qilin qalpiqlari bilan yalmab o'tlag'ach, oldirmay asta qadam tashlaydi. Atlarning har ikkisila xuddi oq qo'llardek ap-oq va bo'yinlari uzun bo'lib, yiroqdan qaraganda ularning esil nasllik arg'amoqlardan ekanligi ko'rinib turadi. Chavandozlar qimmatbaholik tovardan qisqa yaktak, qoplon terisidan shim, siriq gullik qora o'tik kiygan, uzun chachlari ustidan qizil tovar yog'liq chegib olgan bo'lib, bir qarashda ularning oliy hukmdorlar tabiqasining a'zolari ekanligini belgili bo'ladi. Ular otlarning ritmliq asta mengishini o'zgartmay bir kangri to'pilikka chiqdi. Taqir to'pilikda cho'xjib turgan bir tosh to'rik alohida ko'zga cheliqib turadi. Chavandozlar shu toshning oldiga kelib otlarni to'xtatdi. Bu odam bo'yi egizligidagi to'tqirliq siliqlangan tosh obida bo'lib, boshdan oxirigacha ratlik qurmi-qur xatlar chekilgan edi. Bu mushu yayloqlarda yashaydigan xalqlar avloddan avlodgacha qo'llanib kelayotgan Orxun Yensay Türk yeziqi edi. Mana bu belgi qolgan mangu teshi. Dedi choch va soqollarga oq sanjilishga boshlagan salobatlik chavandoz. Bu chavandoz Bayonchur al-Atmish belgi qolgan edi. Shundoq. Deb tasdiqlagan tarzda beshini langshitdi qora burutliq yosh chavandoz. Bu Bayonchurning o'tiranchi o'g'li idigan qutlug' belgi tarqan edi. Al-Atmish belgi qolgan bajoyiki zamonlar hikmatlarini oqtirib mulohiza qilayotgandek, bu mangu tashqi xiyolchan ko'zlari bilan qarab oldirmay so'z boshladi. O'g'lim, ikkimiz nurg'un mangu toshlarni tavob qilib ko'rib chiqdik. Istamay qolgan ko'l tegin tun yo'q mangu toshlarni ko'rdik. Ular hammasi o'zlarining sharaflik ish izlaridan xotir qoldirgan. Ko'rdingmi o'g'lim? Shuncha ko'p davrlar o'tib ketgan bo'lsa-mu, bu mangu toshlar qog'onlar va qahramonlarning tomlarini abadiylashtirib saqlab kelmoqda. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Orxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Oldimda kun chiqishdagi xalqlar, orqamda oy chiqishdagi xalqlar, to'rt tarafdagi xalqlar menga qo'shildi. O'zlarining kuchlarini menga berdi. Bizning tog'larimizda bunday yaxshi narsalarni oson topqilib bo'lmaydi. Gapimda turib seni o'ltirmadim. Keyingi qitimda bu yerlarga teximi ko'p bollarni akalgan. Uni bundoqqa tashlab ketsak bo'lmaydi. Bu ishni uning o'roqdoshlari bilib qolsa, keynimizga tushib qo'g'laydi. Amsa uni daryoga tashlırdinglar. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'za Hoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar.